Angren. Bu siz o'ylagan oddiy shaharcha emas. U yerga hattoki borishingiz uchun hech qanaqa samolyot yoki poyezd shart emas. Bu videoda siz bilan Toshkent viloyatining eng qiziqarli shaharlaridan biri bo'lgan Angren bo'ylab sayohat qilamiz. Go'zal tabiati, tog'lari va qisqacha tarixi bilan tanishamiz. Angrenga borish juda ham oson. Birinchi o'rinda Qo'yliq bozoriga borasiz va o'sha yerdan Angrenga qatnaydigan taksilar bor. Odam boshiga atiga 20 ming so'm bilan Angrenga yetib olasiz. Va nihoyat do'stlar, biz Angren shahriga yetib keldik. Do'stlar, shahar joylashuvi Toshkent viloyatining sharqida, tog'larning etagida, ya'ni Chirchiq daryosining bo'yida joylashgan shaharcha. Toshkent shahrining sentridan 78 km uzoqlikda joylashgan bu shaharchaga sizlar atiga 20 ming so'm evaziga kela olasiz. Takishda kelib bemalol manzarani kuzatsanglar bo'ladi. Tabiat bilan hamnamba. Eng qizig'i bizga aytishyapti, bu yerda shu game klub bor deyapti. Shunga hozir qiziqib kirib ko'ramiz. To'g'risi, men bunaqa shart-sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Shahardan qolishadigan joyi yo'q. Hozir sizlarga tog'li manzarani ko'rsatish uchun Yangibod tomon yo'l olamiz. Aynan shu shahar 1940-yilda 29-sentyabrda tashkil topgan va bunga Angren shaxta qurilish nomi berilgan. 1946-yilga kelib Angren shaxta qurilish shahri Angren shahriga aylangan. O'rtoqlar, sizlarga Yangibodda avtobus kutib turadigan ana ostanovkasi hamni qaranglar. Multfilm qilib tashashgan, rasmlarni qaranglar. Nima u? Nuppagadi mana. Voy lekin ham oynaga jek lekin. Vahshi dahshat lekin bor. Rostdan ham Yangibod. Hozir qaranglar. Sayohat qilishga davom etamiz. Do'stlar, hozir biz yurgan joyimiz endi Yangibod bo'ladi. Mana Yangibod Angren avtobuslargacha bor. Bemalol yo'lda yurimiz, chunki mashina varcha kam. Uylarni qaranglar. Xullas, manzara dahshat. Orqamda turgan zdaniya O'zbekiston boks federatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha biz tanigan Bahodir Jalolov chempionlarimiz aynan shu yerga kelib shug'ullanishadi. Do'stlar, ko'rib turganingizda Angrenga kirib kelganingizdan keyin imini tog'ga kelmoqchi bo'lsanglar, ya'ni Yangibodga kelmoqchi bo'lsanglar, даже avtobuslar ham qo'yilgan. Bemalol kelaverasiz, hech qanaqa problema joyi yo'q. Do'stlar, mana buni qaranglar. Bog'lanmagan, qo'rqib turmiz hozir. Xullas, chiroyli joylarga manzaraga qarab ketamiz, lekin achinarli holatlari ham bor. Shuning uchun iltimos sizlarga, agarda sayohatga chiqadigan bo'lsanglar yoki bo'lmasa shuna joylarga keladigan bo'lsanglar, musuriylarning iloji boricha iltimos yig'ishtirib yuringlar. Buni qaranglar. Nima o'qib ketgan? Bu yerga odamlar misol sayr qilish uchun keladi. Buni qaranglar, nima o'qib ketgan. Xullas, biz mana tog' manzarasiga qarab ketamiz hozir. Mana qarang, yana bitta sigir uni ham arqonni. Orqadan ketdi. Mana buni qaranglar. Mana bu arqon so'natdi, anaqa turibdi. Mol. Mamitda ham bittasi turibdi. Ikki tarafdan kelib siqmoqchi bizani. Rostdan. Yure. Ey. Tutmay olanda. O'rtoqlar, suv tinimligini qaranglar. Voy, men tog'ga qaranglar. Xullas, tepaga chiqib ketamiz. Sizlarga maslahatim qani turingchi. O'zingizlarcha anaqa qilib loro kelinglar. Bu yerda unaqa
sizlarni qimmatbaho kiyiminglar rol o'ynamaydi. Lekin toshdan qaranglar, vahshiy dahshat bor-ku. Hozir ketamiz bu yoqqa. Hozir sizlarga bitta manzara ko'rsatamiz. Voy, tog' qaranglar. Hamma yoq tog' mana. Orqamizda ham tog'. Mana suvlarni qaranglar. Xullas, kelishga arziydi, kelmasanglar bo'lmaydi. Aynan shu Angren O'zbekiston Respublikasining ko'mir sanoatining markazi hisoblanadi. Ko'mir koni yuzlab gektar maydonlarni egallaydi va O'rta Osiyoda ham eng yirik konlardan biri hisoblanadi. Do'stlar, hozir biz Yangioboddan polni tog'ga qarab chiqib ketdik. Даже mana bu tog' agarda sizlarga chang bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, bu chang emas, bu 100% tuman bu. Keyin pastdagi dachalarni qaranglar. O'tlagan dachalar bor. Hozir biz lekin normalniy tog'ga chiqib ketdik, shunda ham mana dachalar qurib qo'yishgan. O'rtoqlar, hozir biz tog'ga qarab chiqib ketamiz, teparog'iga, ham daraxtlar orasiga. Xullas, xudo xolasa sizlarga chiroyli manzaralarni ko'rsatamiz. Sizlar ham qiziqib tog' tepasiga chiqmoqchi bo'lsanglar, maslahat bermaymiz. Maslahat bermaymiz, nima detsanglar? Faqatgina daraxtlar, shunaqa joy, hech qanaqa bir manzara ko'raman desanglar, iloji boricha tog'ni ko'rib birinchi tepasini ochilmasmi? Mana biz hozir tepasiga chiqdik mana. Faqatgina o'rmonlar, boshqa hech qanaqa manzara ko'radigan joyi yo'q. Shuning uchun qiziqib chiqib ko'rmanglar, xavfli. Biz prosta sizlar uchun qilib beramiz hammasini. O'rtoqlar, hozir biz bu yerda Sharshara bor deb eshitganmiz. Biz oldin ham kelgandimman, Sharsharaga borgandik. O'sha yerga qarab yo'l olamiz. Mana bu tog'larni ko'rasizlarmi? Prosta kelasizlar, hech qanaqa mashinasiz, bitta sumkada hamma narsalarni olasizlar. Maza qilib olinadigan joy, qaranglar, tog'. Vash emasdi. Xullas, men bilmadim. Biz Sharshara tomon yo'l oldik. Do'stlar, hozir biz oxirgi manzilimiz, ya'ni Sharsharaga kelganmiz. Biz shu yerda reja qilib qo'ygandik, hozirga Sharsharani ahvolini ko'rsatamiz. Do'stlar, aynan ko'rib turgan Sharsharanglar, men bir necha yil oldin kelganimda shunaqangi dahshat o'qotdi. Hozir mana videosini qo'yaman. Mashligagacha kelyapti, to'g'risi. Hozirgi kunda ahvolni qaranglar. Kichkinagina, oddiygina Sharsharacha bo'lib qolgan. Endi shuni ko'rsatish uchun biz sizlar uchun tog'larning orasidan kelgandik, lekin ko'rib turganingizdek shunaqa. Может, biz hozir kuz faslida kelyapmiz, agarda yozning o'rtarog'ida kelganingizda dahshat o'qib turgan bo'larmidi balkim. Yana bilmadim. Do'stlar, sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, mana shunaqa tog'larga kelib turishi, sayohat baribircha odamni chalg'itadi-da, qaranglar. Hech qanaqa uy yo'q mana. Mazza, prosta mazza. Xayolinglarni prosta hamma ish tashishlarni unutasizlar-da, prosta rohatlanasizlar. Oldinlari bu Sharsharaga odamlar bo'tga kelib, aynan mana shu suv bo'lardi, cho'milishardi, hattoki mana ko'rib turganingizdek, bu yoqda shashlik qilishgan, nimadir qilishgan. Xullas, bu piknik qiladigan juda ham bir chiroyli joy bo'lgan. Hozir bo'lsa Sharsharani ko'rib turibsizlar. Endi biz eshitishimiz bo'yicha Nefrit ko'liga yopib qo'ygan o'sha Nefrit ko'li, shuning uchun ham Sharshara shunaqa qolibdi. Lekin oldin biz kelganimizda juda ham dahshat o'qotdi. Shunda ham tabiati juda ham chiroyli. Safarimiz qaridi, ko'rdinglar o'zingizlar qanaqa chiroyli manzarali joylarga borganimizdan, to'g'risi biz ham unaqa kutmagandik. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz bu kelishni. Agarda sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Angrenliklar kommentariyaga o'zingizlarni portatib yuborsanglar kerak o'zingizlar.
Xullas, biz endi shaharga ketdik.